Assalomu alaykum, Anas Blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, mana shunday qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun akalar hafta kuniga shanba sanamizga 17-may 2025-yil. Bugun hammamizga xayrli, barakatli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'ondan Anasbek akamizning xonadonidamiz. Ya'ni o'zimning xonadonimda. Akalar, bugungi ek partiya chiroyli qo'zimiz bor. Narxlari o'ta qulay. Yebichlari sinovdan o'tdi, bo'ylari 70 plus minus. Sinovi uyga borgandan keyin 10 kun sinov bor, dastlabki Buxorogacha. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 2.700.000 dan optimiga, 2.800.000 dan tanlashga Buxorogacha dastlabkilarimiz bor. Qo'ylarni o'ta lubitlarga ega. Yurgizim vaqt ashaqqara. O mana akalar, ikinchi partiyamizga soni 35 bosh, bo'ylari 65 plus, 70 gacha. Ichida 60 yo'q, 60 bo'lsa uni da qolaveradi aka. Soni 35 ta. Buni narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 2.600.000 dan bir yerga optimiga, 2.700.000 dan tanlab olishga. Akalar, yuzlari o'ta tiniq narsa. Aloqa baqa qaytaringlar-chi. Aloqa chiqarasizlar. Yebichlari 10-15 kun sinovi bor. Birorta ichida bir bemazasi yo'q akalar mana. Nomerlar qoldirib o'tamiz. Nomerlar 95lik 860 37 57. Yebichlar sinovdan o'tdi, oxirga o'rgatib qo'yilgan. Ikkinchi partiyamizga 35 ta. Birinchi partiyamiz 25 ta. Hammasini oldim deganga o'ta qulay narsa bo'ladi. Bu bizning oxirgi so'nggi partiyamiz edi. Sizlardan bitta like, podpiska, obuna bo'linglar. Chiroyli qo'ylarni sizlarga Xudo xolasa birinchi bo'lib borib turadi. Kanalimizning rivoji uchun bizdan like so'raymiz sizlardan.